Assalomu alaykum, Sağ Media kanalının ko'ruvchilari. Bugun ishanba, Botken shahrida O'rik bozor. Hazrani cho'g' ko'ramiz, cho'g' tomosha qilamiz. Bolalarni men tanishtiraman. O'zingizlar ko'rib turganday el ko'p. Buna 350 so'm ekan. 310 so'mdan so'rab ketishdi hozir. Biz aytdik 10 so'm qo'y dedik. Sen 10 so'm qo'y, tavakkal. 350 dan kami yo'q dedi. So'rab sotmalar. Buni qanchakilar bilmayman. Barga qancha oldi? Ha? Qancha oldi ular? 370 so'm. 370 so'm bo'ldi, ha? Buna öğrenmişse? 420 oldu. Berbediniz mi 420? 420 ga diyelim yani. Bu derece zamcının ne yalan nerede? Qancha so'rayapsiz? Joylanib, nima bo'ladi? Bo'va keladi. Mashi bo'lak, ha. Qo'shillar. Qarindosh bo'lamiz. Hozir yo'q deganingizga u nima qilayotganimda ber. Qancha oldi akalar? Kompot o'ribdi. Kompot 60'dan 130'gacha bo'ldi. Yirik mayzasiga qarab. 60'dan 130'gacha, ha? Bunalar qancha oldi mana? Именно shu turishi. 60-65. 60-65. Bilmiyorsun qanchadan? 80 so'm qilganda sar. 80 so'm qilishdi. Qasha 2 degan o'ri ekan mana. Bularda bordi birday. Bu qancha qildi? 280 so'm qildi. 280 ga berbedingiz, ha? Aka. 25 so'm bo'ldi, ha? Nelerchi, daneklarchi? 25 so'm. Bu da 25 so'm. Ha, bargagingizchi? Bargak 430 bo'ldi, ha? O'rik bozorda shunday kofe, çay satadigan. Korjik-morjiklarni. Çay qancha esa çay? Çay 15 kun. Kofengizchi? Kofe 30 so'm ekan. 30 ichadi. Ana. 600 oldu, bu 500 oldu. Bunalar 600 dan bo'ldi, ha, kilogram, ha? O'rikning oldi 600 bo'ldi o'xshaydi bugunda. Icha qimmatlari da bor, voy. Bu qancha oldi? Var. Ha, 600 dan. Bunlar 500. Bunalar 500 ekan. Prinsipi Cı yok. 500 dan. 500. 500 so'm bo'ldi mana bargaklarda, ha? Mana YouTube'dan chiqadi. Qayerga ketayotadi bu? Sotdingizmi? Samarqandga. Sotilmadimi? Satılmadı. 500 so'mga kelsa berbey qo'yib turna. Obratno Samarqandga olib ketadigan. 580 ga berbey yaptırgan. Bunalar kilogramı 500 bo'lib turna. Bunadagi 500 ekan, shundaylik o'xshash ekan. Bunaqda kichkina cho'ngroqlari, boshqa charaqlari bor ekan, bu 450 so'm qilib tur bozor. Qancha oldi? 430 dan qildi, ha? Ha, bozor 430 so'm bo'ldi. Mana onu koydum, mana ucu başta vardı. Bana onu. $650 so'mdan bo'libdi buni. Taptada ekan. 650 so'm. 1 kilogram. Qaysilar? 280. Bunlar 280 dan bo'ldi. Siz bana çalsanız. Bunada 280 so'm. El ko'p bugun. Mintib taraza ko'tarib yurishadi. Sotilgan yerga borib, taraza uslugasini olib, shaqcha olib. Bu bayka Samarqandga ketdi. O'sha Samarqandga sotam dedi. Batkenda bozor arzon qildi dedi. 500 so'm bo'ldi uni. Toza verir ekan.
Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Qancha oldi o'rik? 600. 600 qilishdi. Berbedingiz. Qanchada o'tasiz o'zingiz? Kichkina qo'shdi berdi. Kichkina qancha? Kichkinada. O'zing bilasan kichkinasi qancha. Ha, 600 qilibdir. Jiq o'rik, mana Batken, o'rikka boy, o'rikning ekeni. Maqtada bir porter 1 gektar 475 so'mdan sotilibdir mana. Ko'rsatib qo'yaman. Qancha bor примерно? 500 kilo. 500 bor ha? 560 kilo da. 500-600 kilogram жатқан маңыз. Chiroyli o'riklarni bozor 500 qilib turibman. Бұл да ошондай ekan. Mına o'ringiz aka? Şef. Mınası qancha oldu mınası? 400 bo'ldi, ha? 400 bo'ldi. Жаңа qancha oldu? 500. Qani? 500'dan mi? 500 so'm. O'riklar qancha oldu aka? 450. Mana 450 so'm bo'ldi. Bularcha? Eko'y bir. Eko'y bir ekan, ha? Boshqa qolganlarda bir ekan. Bunasi 400. 400 so'mdan. Bularcha? Onu 500 ga berdim. 500 so'mdan berdi. Barga ekan. Dostlar, ушунымен биздин бүгүнкү базар аягына келип жетти. Биздин каналга лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер. Кийинки базарлардан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.